infarkt va insult. 90% odam bu ikkisini adashtiradi. Sizchi? Ikkalasi ham o'ldirishi mumkin, lekin biri miyada, biri yurakda. 40 soniyada aniq farqini aytib beraman. Mohiyat ikkalasida bir xil. Tomir yopiladi va to'qima qonsiz qoladi. Farqi qayerda? Farqi infarktda yurak tomiri yopiladi, yurakning mushaklarining ma'lum bir qismi zarar ko'radi. Asosiy belgilari ko'krakda kuchli sanchiq, og'riq va sovuq ter chiqishi. Insultda esa miya tomirlari yopiladi yoki yoriladi. Miyada ma'lum bir qism zarar ko'radi va uning belgilari yuzning bir tomoni osilishi, qo'lda kuchsizlik va nutqning buzilishi. Ikkala holatda ham qoida bitta. Darhol tez yordamga 103 ga qo'ng'iroq qilish kerak. Har bir daqiqada hujayralar o'ladi. Ikkalasining ildizi ko'pincha bir xil. Yuqori qon bosim, xolesterin yuqori bo'lishi, chekish va qandli diabet. Kasallik boshqa, lekin ildizi bir xil. Demak, profilaktika ham bitta. Qon bosimini nazorat qilish, xolesterinni va qandni nazorat qilish.